Qayerga, qaysi davlatga borsa ham osongina qizlarni sevdira oladigan yigit kimligini bilasizmi? Da, to'g'ri topdingiz, tabriklayman, bu men edim. Lekin bu kinoga meni umuman aloqam yo'q. Kino esa vobshe. Video davomida qanday kinoligini bilib olasiz. Kanalimizda chiqayotgan bundan-da qiziqarli kinolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying va yangi chiqarayotgan videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Video boshlanishida oldin like bosib qo'yishni ham unutmang. On 18-asrda Giacomo Casanova Venetsiyaning eng boyvachcha odami edi, toki 1755-yilda hibsga olinmaguncha. 30 yoshida o'zini panjara ortida ko'rar ekan, o'zining sarguzashtli va zavqli hayotini eslaydi, chunki uning puli ko'p bo'lgan va bor vaqtini kayf-u safoga sarflagan. U har bir chalpillatgan qizini eslaydi, xoh u malika bo'lsin, xoh o'zini saqlab qolishga qasam ichgan rohiba. Xullas bu sotoq o'zining ko'rmagan teshigiga yalamagan cho'katellasi qolmagan. Endi shu narsalar uchun afsus chekmoqda, chunki harom ishlari uchun oxir-oqibat hayoti barbod bo'ldi. U yillar davomida qamoqda o'tirgandan so'ng o'rtog'i Balbi uni bu qiyinchiliklardan ozod qilib, qamoqdan qochishiga yordam beradi. Ular shaharda qolish xavfli ekanini tushunishdi. Shuning uchun imkon qadar tezroq mamlakatni tark etib, inkvizitorlardan qochishlari kerak. Giacomo Balbiga qochib qutulishning yagona yo'li ajralish ekanini aytdi va Balbi Strasburgga boradi, Casanova esa Parijga ko'chib o'tdi. U turistlarni uy-joy bilan ta'minlaydigan Silvia Baletti ismli eski dugonasining uyiga borib undan yordam so'raganda, ayol nafaqat uni uy-joy bilan ta'minlashga, balki har kuni ertalab sut bilan mehmon qilishga ham va'da beradi, chunki erkak ilgari uning futbolning komandasidan bo'lgan. Ertasi kuni ertalab 1,5 million oyligidan norozi bo'lgan xizmatkorlardan biri Fransiya qirolini yaralab qochib ketdi. Qirolicha Pompadour xonim esa nima bo'lganidan xavotirda, ammo tashqi ishlar vaziri unga bu yer xavfli ekanini aytib saroyga qaytishini so'raydi. Bu vaqtda it bo'lur, eshak bo'lur, lekin odam bo'lmaydigan Casanova yana fohishaxonaga borib, u yerda qimorbozlarni tomosha qilmoqda. Qimorbozlardan biri Nikolas ismli vazir kuchli oyoq og'rig'idan azob chekmoqda va Giacomo uning yoniga borib o'z yordamini taklif qiladi. Giacomo suyuq oyoq bo'lishiga qaramasdan nafaqat tibbiyotdan o'ziga yarasha ilmi bor ekan va vazirga oyoqqa sursa og'riqni qoldiradigan kimyoviy qorishmalarni aytib beradi. Evaziga esa bu yangi davlatga moslashib olish uchun yordam berishini so'raydi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Vazir endi tanishgan odamiga yordam berishga shoshilmayapti va Giacomoning so'zlariga ko'ra, u Fransiya josusiga aylanishi va boshqa davlatlardan ma'lumotlarni o'g'irlab, davlatga katta foyda keltirishi mumkin. Nikolasning esa miyasida yana bir fikr tug'ildi. U vazir bo'lgani uchun shoh bo'la olmaydi, lekin uning o'rniga Casanova shoh bo'lishi va vazirning qo'lida oddiy qo'g'irchoq bo'lishi mumkin. Shundan so'ng Nikolas Giacomoga Pompadour xonim bilan yaqindan tanishib olishini so'raydi, lekin uning og'ir xarakteri haqida ogohlantirdi. Fransiya 2 yildan beri urush ichida, shuning uchun davlat g'aznasi ham bo'shab qolgan. Qirolicha esa qirolni xuddi qo'rchoqday boshqaradi va shu ketishda ketsa, davlat parakonda bo'lishi aniq. Vazir bilan hamkor bo'lgan Giacomo ko'tira turishligi bo'lmasa ham qimmat liboslarni sotib oladi tekinga, chunki tikuvchilar erkakning chiroyiga mahliyo bo'lib undan pul so'rashmaydi. Ya onasini evsin, chiroyli ahvolni qaranglar. Sholg'am-ku bu. Uyga qaytgan erkak Silviyaning kenja qizi Manoni, xullas o'rtoqlar qizning ismini mana ekranda yozdim. Qizni ko'rgan erkak esa uning egizaklaridan ko'zini uzolmayapti. O'zi ham qarab to'ymaydigan narsa ekan. Va Giacomo unga bir qarashda oshiq bo'ldi, lekin Mano musiqa o'qituvchisi bilan unashtirilgan va tez orada u bilan to'yi bo'lar ekan. Kechqurun Casanova Nikolas bilan va uning katta xolasi Markis xonim bilan uchrashadi. Kampir kimyo fanini juda ham yaxshi ko'rar ekan va abadiy yoshlik eliksirini kashf qilish uning yagona orzusi. Markis mehmonni maxsus odamlar bilan to'lgan kechki ovqatga taklif qiladi. Giacomo o'zini chiroyda tengsizman deb o'ylagandi, ammo chichib po'qinyapti. Va u mehmonlarga boshidan o'tkazgan hikoyalarni aytib bermoqda. Atrofdagilar esa uni o'zini ham hikoyasini ham bir tengelmadi. Shundan so'ng Markis unga qissa bo'tir deydi va erkak ziyofatdan so'ng Italiyaning elchisiga hujum qilib, undan xatni tortib oldi va qirolicha bilan uchrashish uchun bu ajoyib imkoniyatligini tushundi.
Ertasi kuni Giacomo Silviyaning qizi Manoni musiqa o'qituvchisi orqasini silab o'qitayotganini tomosha qilmoqda va hafsalasi pir bo'lgan Kazanova yana ziyofatga yo'l oldi. U yerda bekor o'tirmay deb eng handalagi katta fohishani yollaydi. Fohisha juda ham tarbiyali qiz ekan, chunki erkakdan uyalib o'tiribdi va unga "Men hali qiz bo'laman, agar menga teginsangiz uylanasizmi?" deydi. Erkak esa "Yo'q, tilim bor-ku" deb, xullas tushundingiz-a? Uyga qaytgan Giacomo ruhni boshqa tanaga ko'chirish haqidagi kitoblarni o'qiydi, chunki Markizning ruhini yosh qizning tanasiga ko'chirib, unga yoshligini qaytarib katta mukofotga ega chiqmoqchi. Keyin Giacomo rassom yollab kechagi Yelenani rasmini chizdiradi va bu rasmni vazirga berib, uni qirolga berishini so'raydi. Chunki qirol Yelenani sevib qolsa, xotini Pompadourning unga tishi o'tmay qoladi va shu tariqa qirollikni o'zlashtirib olishlari mumkin. Keyin uyga qaytgan Kazanova Manoga "Qari musiqachini nima qilasan, menga erga tegsang bo'lmaydimi?" deb mazgisini qotirmoqda va Silviyadan uni operaga olib borishini so'raydi, chunki u yerda qirolicha bo'ladi va u bilan uchrashish imkoniyati bor. Bu Giacomo deganlari tovuqning orqasiga qalampir tiqqan Shuster ekani va qirolichaning yoniga kelib, vazir sotqinligini va davlat to'ntarishi uyushtirayotganini kazyolab berdi. Qirolicha Pompadour esa o'zi vazirni o'ldirishga sabab izlab yurgandi va uning so'zlariga laqqa tushadi. Ertasi kuni qatl sharafiga butun aholi va zodagonlar yig'ilgan va ular qatl amalga oshishini intizorlik bilan kutmoqda. Vazirni avval chidab bo'lmaydigan qiynoqqa solib, keyin oyoq va qo'llarini to'rt tomondan otga bog'lab uzib tashlashadi va u bechora qanday og'riqni his qilganini tasavvur qilavering. Ma'lum bo'lishicha, qirol yotoqqa yaramay qolgan ekan, shuning uchun unga atalgan Yelenani badavlat mansabdorlar ta'mini tatib yotibdi. Giacomo esa uning yonida xijolatdan qizarib ketadi. Giacomo tushundiki, bu davlat oldingi davlatidan ham battar ekan, insoniylik umuman yo'q, bir-birini hurmat qilish degan narsalar esa unutilib ketgan. Bu yerga kelgandan ko'ra qamoqda chirib ketgani yaxshi ekanini his qila boshlaydi. Bu sholg'omim zo'r ekan-a? Qayerga borsa qizlar oshiq, qayerga borsa ishi 5. Nima bu, bo'rini tirnog'i bormi deyman bunda? Video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha